Hun dövlətinin mahiyeti. Bu büyük Türk dövləti bir qancha ayrım Türk xanlıq və bəyliklərinin bir çoğ dövlət başlığının rəhbərligində bir ittifaq, yəni konfederasyon, yəni qədimki Uyğur ittifaqıga oxşaş birləşmə dövlət şəklidəki bir imperatorluq dövləti idi. Muhim və çoğ işlarda bulub bu çət dövlət bilan urushqa kirish masalasida dövlət başlığıga qat'iy itoat qilish shart idi. Başqa kichik ishlarda, masalan, xonliq va bəylikning ichki ishlarida ular o'z oldiga mustaqil edi. Hatto qo'shni xonliqlar bilan urushish va yoki yarashishda butunlay erkin edi. Bu xonliq va bəyliklarda Tanrıqut askar turg'izmaydi. Har qaysi xonliqlarda Tanrıqutning bir vakili, uning katibi va xizmatchilaridan tarkib topgan doimiy hay'ati turadi. Tanrıqut chet ellarga qarshi urushga kirishganda ittifoq ichidagi xonliqlar kuchiga qarab bir qism askarlarni elib Tanrıqut bilan urushga kiradi. Bulardan boshqa yana xonliqlarning har yili Tanrıqut xazinasiga ma'lum miqdorda tortiq, ya'ni moddiy yordam topshirish majburiyati bor edi. Çin, Eron va ba'zi Yevropa tarixida Hunlarni bulang-talang bilan shug'ullanadigan vahshiy bir qavm deb ko'rsatib kelmoqda. Bu so'zlarning hammasi haqiqatga uyg'un bo'lmagan tuhmatdir. Bu qilich bilan taqobil turishga kuchi yetmagan dushmanning qalam bilan intiqom elishiga urinishidan boshqa narsa emas. Shuning uchun Hunlarning haqiqiy ahvolini, shonliq tarixini va yuksak madaniyatini bir oz bo'lsa-mu o'ttirg'i qo'yib aydınlatish bir tarixchining vazifasi deb hisoblayman. Lekin bu haqda yana Çin manbalaridan foydalanishga majburmiz. Bu manbalarda Hunlar va boshqa turk xalqlarini kuchining bericha yomon ko'rsatishga uringan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan ularning ustun madaniyati, insoniy axloq fazilatlari va davlat tashkiliy jihatdagi ortiqchiliklari haqidami ma'lumot berishga majbur bo'lgan. Qadimki Çin tarixidagi Hunlarga oid ma'lumotlarga ko'ra, Hunlar nihoyatda cho'ng va muntazam bir davlat tashkilini qurib chiqqan. Yurtda tartib, intizom va omonlik turg'izilgan edi. Adliya va qonun tuzumlari mukammal bo'lib, adliya mahkamasi, sud va turma qatorliq tashkiliy organlar qurilgan. Davlat tashkiloti markaz va yerlik deb ayrilgan. Davlat ichida har xil ijtimoiy xalq tashkilotlari bo'lib, xalqning fikri bilan tuzut, ya'ni qonun tuzib chiqish va davlatning muhim masalalarini hal qilish tuzumi yo'lga qo'yilgan. Harbiy jihatda bo'lsa, Hun davlatida muntazam 30 ming kishilikdan ko'proq qo'shin har doim hozir edi. Bütün fuqarolarning harbiy intizom va tuzumga rioya qilish majburiyati bor edi. Ya'ni har bir turk bir askar edi. İgilik jihatda har bir kishi ma'lum miqdordan terilg'u yer va yoki yayloq, ya'ni o'tloqqa ega edi. Konchilik, sanoat va savdo tijorat ishlari bütün yurtda toza taraqqiy qilgan. Çinlar Hun manbalaridan ko'p foydalangan. Hun davlati harbiy tashkilotni asos qilgan holda o'ng, so'l va o'ttira, ya'ni qo'llarga ayrilgan. O'ttira qo'lning harbiy ishlari bevosita Tanrıqutga qaraydi. So'l qo'l, ya'ni sharq taraf, ya'ni Barang'ar deb atilib, Valiahdga va o'ng qo'l, ya'ni g'arbiy taraf, ya'ni Jungar deb atilib, bu tarafning harbiy ishlari Tanrıqut oilasidan bir tekin, ya'ni shahzodiga qarashliq edi. Umuman qilib aytganda, yurtning sharqiy, ya'ni kun chiqish tarafi muqaddas hisoblanadi. Hun Tanrıqutlari o'zlarini doim Çin imperatoridan ustun tutadi. Mana yuqoridagilar bizga dushman tarafning tarixchilari, ya'ni Çin tarixchilarining guvohlik berishi bilan isbotlangan faktlar bo'lib, bular shu zamonning eng yuksak deb sanalgan madaniyatidir.
bir az tarix o'qigan kishiga ma'lum bir haqiqatdir. Hunlarda diniy e'tiqod. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hunlarning dastlabki dini to'yin dini edi. Keyincha ularda, ya'ni ko'p tangrichilik e'tiqodi rivojlandi. Bu dinning e'tiqodiga ko'ra, dunyoni birla tangri idora qilmaydi. Har bir ish uchun ayrim tangrilar muvakkal bo'lib, ularning har biri o'z oldiga bir tangridir. Masalan, quyosh, oy va osmon dunyoni yaratadigan va yo'qotadigan tangrilar deb e'tiqod qilindi. Bu tangrilarning har biri uchun alohida ibodat va qurbonlik qilish murosimlari bor edi. Yerni insonning jismoniy qo'dug'uchisi deb uningga atab boshqa qurbonlikni qiladi. Tangrilar uchun ayrim yerlarda, ya'ni ko'prak ot qurbonlik qilinadi. Hun davlati davrida Sharq Turkiston. Milodidan burungi 206-yillari Sharq Turkistondagi 36 xonlik yuqorida bayon qilingan sabablar bilan Hun ittifoqiga qaytilgan edi. Bu tarixdan tortib 100 yilga yaqin bir mezgil Sharq Turkiston aholisi butunlay tinch bir davrda yashadi. Bu tinchlik va xotirjamlik natijasida Sharq Turkistonda terilg'u, ziroat, mol chorvachilik, savdo tijorat va sanoat rosa ilgirlab, madaniyatni nihoyatda tez taraqqiy qildi. Xonliqlarda Tangriqutning askari yo'qdi. Har qaysi xon ordisida davomliq Tangriqutning bir din vakili, boshliq bir qancha kishilik hay'at turadi. Xonliqlarning har yili belgilangan miqdorda boj to'lash va tashqi dushmanlarga qarshi urushga askar chiqarib, Tangriqut bilan jangga qatnashish majburiyati bor edi. Demak, umumiy jihatda xonlar Tangriqutga bo'ysunib, ichki jihatda o'z oldiga mustaqil edilar. Xon o'lgandan keyin o'rniga o'g'li yoki xondan bir kishi yoki xalq tarafidan saylangan va Tangriqut tarafidan tasdiqlagan biri xon bo'ladi. Bu davr milodidan burungi 108-yilgacha davom qildi. Bu mezgilda xonliqlar bilan Chin va boshqa yot davlatlar bilan hech qanday do'stlik munosabat yoki adovat yo'q edi. Chinning Sharq Turkistonga birinchi qitimliq tajovuzi va mag'lub bo'lishi. Milodidan burungi 119-yili Gansu urushida Hunlar mag'lub bo'lib, Gansu, ya'ni Kangsu, Chinning qo'liga o'tdi. Shuning bilan imperator Hudi g'aljirlashib tajovuzchilik qo'lini Sharq Turkistonga uzatqili boshladi. Gansuga chegaradosh bo'lgan Lolan, ya'ni Roran va Quchu xonlari Chinning tajovuziga qattiq turib qarshi turgan bo'lsa-mu, oxiri Chin imperatori Chaoponing qo'mondonligida g'oyat zo'r bir qo'shin bilan Lolan xonligida hujum qildi. Shiddatli urushlardan keyin Lolan xoni mag'lub bo'lib, asirga tushdi. Orqadan Quchu xonimi mag'lub bo'ldi. Shuning bilan Sharq Turkistonning ikki kuchli xonligi Chinning qo'liga tushib ketdi. Milodidan burungi 115-yili imperator Vuda Sharq Turkistondagi eng cho'ng xonlik bo'lgan Uysun xonligiga Jangchenni elchi qilib yo'lladi. Jangchen Uysun xoni bilan do'stlik kelishimini tuzdi. Imperator qizini Uysun xoniga yotliq qildi. Shuningdan boshlab 6 shahar va Issiqko'l atrofidagi xonliqlar Chin hokimiyatini tunishga majbur bo'ldi. Chin imperatori G'arbiy Turkistonni o'ziga bo'ysundirish uchun Farg'ona xoni oldiga elchi yo'lladi. Farg'ona xoni buniga Chin elchisini o'ltirib javob berdi. İmperator milodidan burun 104-yili nurg'un askar yo'llab Farg'onaga hujum qildi. Farg'ona xoni Chinning bu hujumini chekindirib Chin askarlarini qattiq mag'lub qildi. Bu eg'ir mag'lubiyatning intiqomini olish uchun milodidan burungi 102-yili Vuda Farg'onaga 60 ming kishilik qo'shin bilan hujum qildi. Bir qancha qatimliq qonliq urushlarning birida Farg'ona xoni o'ldi va Farg'ona Chinliqlarining istilosi ostiga qoldi. Ammo bu istilo uzunga bormadi.
Bularni yana Çin mənbələrində görürüz. Çin tarix kitaplarında bu vaqalarni mundaq deb yozadi. Ya'ni imperatorning hokimiyati bu joylarda G'arbiy Turkistonni demakchi uzun davom qilmadi. Chunki xonliqlar fursat topsila Çinga qarshi isyon ko'tarib, Çinliklarni haydab chiqaradi. Arqasidan Çin askarlari kelib, qattiq urushlardan keyin bir qancha shaharni qaytirib olsa-mu, onlar kelib yana Çinliklarni chiqarsa, Çinliklar yana kelib ularni haydab chiqaradi. Shunda qilib Turkiston tuproqlari, Turkiston va Çin askarlari o'tirida jang maydoniga aylandi. Urushlar 22 yil davom qildi. Milodidan burunqi 68-yilga kelganda Çinda imperatorga qarshi isyon ko'tarildi va Vuda o'ldirildi. Shuning bilan Sharq Turkistondagi butun xonliqlar 10 Tangriqutining yordami bilan yurtlaridan Çin askarlarini haydab chiqarib 10 ittifoqqa qo'shildi. Sharq Turkistondagi xonlar onlar bilan birlashib 37 yil bir muddat ichida tinch amon yashadi. Sharqiy Turkiston bilan Çin o'rtasidagi 30 yillik urush. Yuqorida bayon qilganimizdek, Sharq Turkistonning sharqiy shimolidagi xonliqlar 10 Tangriqutining himoyasi ostida va g'arbdagi, ya'ni Udun, Qashqar va 3 xonliqlar Kun To'g'dixonning qo'l ostida yashmoqda edi. Miladi 73-yili Çin imperatori Mingdi, ya'ni Mingdi, Sharqiy Turkistonni istilo qilish uchun Banchowning qo'mondonligida cho'ng bir qo'shin yo'lladi. Bu dushmanning hujumini to'sish uchun Tangriqut va Sharq Turkiston xonliqlarining birlashma qo'shini Bariko'l atrofida yig'ildi. Banchow Bariko'lga hujum qildi. Nihoyatda shiddatli urushlardan keyin Tangriqut va xonlarning qo'shini mag'lub bo'ldi. Banchow Bariko'l va Qumul xonlarini besib oldi. Bu g'albidan ko'ranglab ketgan Çin imperatori Banchowga nurg'un askariy yordam yo'llab, Sharqiy Turkistonning qolgan joylarini qo'lga tushirishga buyruq berdi. Banchow milodining 75-yili Lolanga hujum qildi. Bir qancha qitimliq urushlardan keyin Lolanni besib oldi. Lolan xoni 10 elchisi qatorliq Lolanda turishliq 10 amaldorlarni o'ldirib, Çin imperatoriga sodiq bo'laman deb qasamyat qilishga majbur qildi. Undan keyin Banchow janubga yurish qilib, Charchanni besib oldi. 77-yili Xotanga hujum qildi. Kun To'g'dixon uzun davom qilgan urushlardan keyin sulh qilishga majbur bo'ldi. Banchow Xotan ordusidagi 10 Tangriqut vakilini o'ldirib, Çinga bo'ysunish sharti ostida Kun To'g'dixon bilan putishdi. Xon bu kelishimga amal qilib 10 elchisini o'ldirdi va Çin himoyasini qabul qildi. Shuning bilan Yarkan, Qashqar va 3 xonlarmo Çinga bo'ysundi. Bu voqealardan keyin Qucha xoni 10 Tangriqutdan yordam elib, Qashqar va 3ni Banchow va Kun To'g'dixondan tortib oldi. Bir yil o'tgandan keyin Banchow Qashqarni tortib olgan bo'lsa-mu, 3ni ololmadi. Çin imperatori Sharq Turkistonga bir umumiy vali tayin qilib, Banchowni Çin askarining bosh qo'mondoni qilib belgiladi. Ichki ishlarga mas'ul qilib, burunqi Qashqar xonining o'g'lini Qo'rchoq xon qilib tayinladi. Milodining 80-yili Qucha, Kingin va 3 xonlari Kunxon bilan birlashib Qashqarga hujum qildi va Çin askarlarini og'ir holda mag'lub qilib, tamoman degidek yo'qotdi. Çin umumiy valisini Kingin askarlari tutib o'ldirdi. Banchow ozg'ina askarlari bilan Xotanga qochdi. Bu og'ir mag'lubiyatdan keyin Çin imperatori Mingdi Banchowni qolgan askarlarini elib Çinga qaytishni buyurdi. Banchow qaytishga hozirlanib turganda Kun To'g'dixon kelib, uni qaytishdan to'sab qoldi. Chunki u Qucha va Kingin xonlarining intiqom elishidan qo'rqatdi.
Buni anglagan Çin imperatori Banchouga bir miqdor askar yollab, uning Sharq Turkistondagi tajovuzchilik urushini davomlashtirishni talab qildi. Shuning bilan Banchou kuch to'plab milodiy 85-yili Qashqarni qayta besib oldi. 3. Kucha va Kingin xonlari bilan Banchou o'rtasida davomli urush bo'lib turdi. Milodining 90-yili Baxtir, ya'ni Baktriya va Hindistonning podshosi bo'lgan Vayma Kadfaysiz, ya'ni Kadpisiz 70 ming kishilik zo'r bir qo'shini turklarga yordam berish uchun Banchouning ustiga yo'lladi. Uzun va tog'liq yo'llarda mingib, qattiq yerib ketgan bu askarlar urushda qattiq mag'lub bo'ldi. Qo'mondoni o'ldi va saq qolgan ozroq askarlari qaytib ketdi. Bu hodisa Çinning ochko'z va tajovuzchilik havisini texmo oshiribdi va Çin askarlari turkumlab orqadan kelgili boshladi. Milodi 91-yili Banchou Kuchani va Uchni besib oldi, lekin qancha qilsimi Kingin xonliqni bo'ysundira olmadi va urush davom qilaverdi. İlidiki Uysun xoni mustaqil bo'lsa-mu, Çin imperatori bilan munosabati yaqin edi. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda kuyovli ham yordamchisi edi. Demak, Çinliklarga buyun agmay qilich kuchi bilan taqobil turib mustaqillikni saqlab turgan birlik qara shahar xonligi edi. Banchou Kuchani markaz qilib Çin asoratida qolgan xonlar ustida hukmronlikni yurgizib, umumiy vali sifati bilan milodining 102-yilgacha Sharq Turkistonning ko'p qismini ishg'ol qilib turdi. Ammo bu chaqlarda Kingin bilan urush davom qilmoqda edi. Banchou 103-yili milodi Çinga qaytdi. O'rniga o'g'li Banyung umumiy vali bo'ldi. Banchou ketgandan keyin Xotan, ya'ni Udun va Yarkan xonlari mustaqillik e'lon qildi. Buning bilan Banyungning qo'lida yolg'iz Qashqar, Uch, Ro'ran, Quchu va Kucha qatorliq joylar qoldi. Banyungning kuchi kundan kunga ojizlashmoqda edi. Çin tarixiga ko'ra, bu xonlarning bir qismi o'z kuchlari bilan, bir qismi Hun Tangriqutining yordam bilan Çin hokimiyatidan qutulib, mustaqillik e'lon qilgan. Yana Çin tarixida bu jarayonda Çinning g'arbiy bilan bo'lgan tashqi savdo tijoratiga daxli yetmagan. Ya'ni mustaqil bo'lgan bu xonlar Çinning tijorat mollarini o'tkazishga ruxsat qilganligini tilga olgan. Yuqorqi hadislardan milodining 73 va 103-yillari orasida Sharqiy Turkistonning bir urush maydoniga aylanganligini ko'ramiz. Bu jarayonda Çin istilasi hech bir zaman uzun muddat put terab turolmagan. Banchou Xotan xoni bilan Kucha xoni va boshqa xonlarning o'z orasidagi ziddiyatidan foydalanib, ularni bir-biriga urushga silib qo'ydi. Shuning bilan Sharq Turkistonda 30 yil davom qilgan bu qonliq urushlarni elib berib, Sharq Turkistonning bir qism joylarini qisqa bir mezgil ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, Banchou qaytib ketgandan keyin milodiy 103-yildan boshlab bu istiloning umri tugagan. Biz bu 30 yillik mezgilni, ya'ni Sharq Turkiston bilan Çin o'rtasidagi 30 yillik urush deb aytamiz. Shundaqla ba'zi tarix kitoblarida tafsiliy jarayonni so'zlamay, ya'ni bu mezgil ichida Sharq Turkiston Çin istilasi ostida edi deb yozganliklariga e'tibor qilmaymiz. Afg'oniston tarixida Vayma Kadpisining bu eg'ir mag'lubiyatidan keyin Yovchi podshohlari Çin imperatoriga milodiy 103-yilgacha xiroj, ya'ni boj siliq to'lashga majbur bo'lgan. Shu tarixda Kanishkay, ya'ni Kanishka Çin askarlarini mag'lub qilib, Sharqiy Turkistonni olgan deb bayon qilgan. Ammo Çin tarixida bu so'z yo'q. Lekin zamonimizdagi tarix kitoblarining birlikka kelgan fikrlarida milodiy 130-yildan burun Sharq Turkistonda kuchli bir Çin nufuzi paydo bo'lganligi, hatto Farg'ona va So'g'da o'lkalariga
qadar Çin askarlari kirganligini mujmal bir suratda bayon qiladi. Ammo tafsiliy ahvollar ma'lum emas.